Assalomu alaykum. Tizimga yuz orqali kirishni ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda tizimga OneID orqali yoki login parol bilan kirib olamiz. Va profil bo'limiga o'tsak, yuzimiz aniqlanmagan turibdi. Shuni birinchi navbatda yuzimizni kiritib olamiz. Buning uchun sozlamalarga o'tamiz va yuzimizni kiritamiz. Kameraga ruxsat beramiz. Yuzingizni aylana markaziga olib keling va aylana ramkasi yashil rangga kirganda kameraga qarab turing. Yuzimizni kiritib oldik. Endi yuz bilan kirishga urinib ko'ramiz. Tizimdan chiqamiz. Va eng oxirgisida turgan yuz orqali tizimga kirish tugmasini bosamiz. Pasport raqamimizni kiritamiz. Yuzingizni aylana markaziga olib keling va aylana ramkasi yashil rangga kirganda kameraga qarab turing. Tizimga yuz orqali kirib oldik.